Olmazor tumani Qoraqamishni yaxshi ko'ruvchi okalar, sizlar uchun bitta zo'r lokatsiyadan zo'r bitta uy topib qo'yganmiz. Turgan joyimizdan turib 4 ta tarafga tarqalish mumkin. Ko'rib turibsiz, juda ham tinchgina mahalla, qop-qora asfaltdan chiqqan. Nech pul deb o'ylaysizlar? 3-4 sotuv 6 xona binolari bilan atigi $160,000 ga Qoraqamishdan sizlarga topib qo'ydi. Lokatsiyani eshitinglar. Turgan joyimizdan tekis pastga ketadigan bo'lsak, grill barga chiqib ketasizlar. Maktab, bog'cha ham o'sha tarafda bo'lib turibdi. Shunday ko'rib turgan ko'chalardan 10 ketadigan bo'lsa, Shlambaga chiqib ketasizlar. Bu yerdan tekis past ketadigan bo'lsa, kommunizm masjidiga qarab chiqib ketasizlar. Shunday ketayotgan joylar, katta ko'cha turib ko'rsam, Jentran yonidan burilib ketadigan bo'lsa, Qoraqamish burukiga qarab chiqib turasizlar. Ichkari kirib, bitta uy ko'rsatib beraylik. Atmosfera juda ham chiroyli bo'lgan, tinchdan, barakali hovligan, ishoning 3-4 sotuv 6 xona uylari bilan birgalikda sizlarga topib qo'yganmiz. $160,000 ga. Yuraylik ichkarini ko'rib chiqamiz. Hovlimizni qaranglar qanaqa chiroyli, fayzliligini, asosiy darvozaxonadan kirib kelganda darvozaxonadan hovlimizni ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Bir etaj gir aylanib tushgan uylarimiz, yashil hududlarni ko'rib turibsizlar. U yoqda holat rayhonlarni bir tekis ekib qo'yilgan, tayyor holatda turibdi. Haqiqatan fayzli xonadon ekan. Kirib kelganimizda chap qo'limizga ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz tushyapti. Yon tarafida bemalol ovqatlanib o'tiradigan o'zini hollari bilan birgalikda. Bu yoqni ko'radigan bo'lsak, alohida sanuzalar tushyapti, razdelning holatda. Ichkarini remont holatlarini ko'rib turibsizlar. Bitta olib, o'zingizni xohishingizni devorlarini o'sha malarkadan chiqarib, bemalol o'sha suvolan chiqqan tayyor holat turibdi. O'zingizni xohishingizda bitta aboymi, atachentami qo'ysangiz, yana ham chiroyli holat keladi. Uylarimiz tagida o'zining podvallarigacha mavjud bo'lib turibdi. 3-4 sotuv aytganimizda 6 xona aynan shu hovlimiz. Lokatsiyani eshitinglar, juda ham chiroyli lokatsiyada. Atigi $160,000 ga sotilib ketilayotgan shu Qoraqamishdagi uyimiz. Xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Qasdiki mana uy egalari raqamlariga telefon qiling, aloqaga chiqing, tez ulgurib shoshilib qolsangiz, xudo xohlasa sizniki bo'lishi mumkin. Pastda raqamlarga telefon qiling, shoshilib qoling.